Chilonzor metroni oldida uy so'raganlar uchun ajoyib uy topib qo'ydik. Chilonzor 17-kvartal Lady House'da oldi bir xona, ikki xona qilingan uyimizni obzorini sizga ko'rsatamiz. Bu yoqda zalimiz bo'ladi. Zalimiz ajoyib mebel texnikalar bilan qo'yilgan. Ko'rib turgan barcha mebel texnikalar qoladi. Zalimizdan to'g'ri oshxonaga chiqamiz. Oshxonada ham barcha mebel texnikalar hammasi mavjud. Xo'p, zalimizdan chiqqanimizdan keyin bu uyimiz bir xona, ikki xona qilingan. E'tibor qilsanglar, aksariyat holatda eshikdan kirib kelish, bu yoqda o'zi oshxonaning o'rni bo'ladi. Uy egalari tomonidan shu oshxonaning o'rni yopilgan. Bu отдельный ikkinchi xona razdельный qilib qo'yilgan. Xo'p, eshikdan kirib kelishimiz, bu yog'imizda o'zimizning prixoshkamiz turadi. Prixoshkadan kirishda birinchi sanuzilimiz keladi, vannani, mebel texnikalari bilan birga. Xo'p, bu yoqda hojatxonamiz. Hojatxonamiz ham ajoyib. Xotlar bilan jihozlangan. Bu yerda ikkinchi xonamiz razdельный qilingan. Ajoyib, shinamgina ota-onalar uchun shkaflari bilan matrasga e'tibor qilmaysizlar, matraslarimiz ham qo'yib beriladi. Ushbu ko'rgan uylarni uy egalari tomonidan 58.500 deb aytishyapti. Startoviy sunnatiga gazini o'tib berishadi.